İşiden ötecek edik. Arka balonu maşinini düşecek tuttu salmağa. Öttü. Assalamu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa Urganch markaziy dehqon bozori so'yiladigan o'kizlarni bunda ikkisi. Bu o'zi aslında bizani birinchi filialimiz bo'lsa Urganch markaziy dehqon bozor. Yana bu asl go'sht markazi ikkinchi filialimiz. Xudo xolasa bu ham ishga tushdi. Go'shtga kelaverasizlar. Ertang 3 o'kiz so'yamiz, zo'rlardan so'yamiz. Bu ikkisi bo'lsa, uchinchisi Qora Angus o'kiz. Asl go'sht markazi profilining o'zida joylashtirilgan. Oqshom 2 o'kizni chiqarib video etib, bugun birsini so'ydik, qizil o'kiz edi. Qora Angus chisti zo'r, yog'siz, samiz zo'r molni ertang so'yamiz. Uchinchisi. Go'shtga kelaverasizlar. Go'shtlardan moqqidin zo'r etib beramiz. Bizada go'sht ham arzon, ham sifatli. Boshqa yerlarga qaraganda 5000 so'm arzon bizada kilasında. Keyin yana bir xalqimizga yangilikimiz 2 kilo go'sht olgan odamga 1 kilo shashlikjan shunday bonusuna beriladi. Shashlikjanni go'sht ham chistin, shu o'zlarimizning o'kizlarni go'shtidan chiqarilgan sifatli zo'r vaz. Ta'mina javob. Yeb ko'rib kelaverasizlar xudo xolasa. Maqsad go'shtlarimizni sifatli zo'r etib sotib, xalqimizdan rahmat eshitish. Xudoga shukr, bozorda emastamizda har kun 2-3 ni zo'rini so'yib foydalanib o'tiribmiz. Hammaning ishini barakatini bersin Xudoyim. Bu dükanımız ham xudo xolasa klient o'rgatish maqsad. Shashlikjanlarni yeb ko'rib, mazasini ta'mini o'zingiz baho beraverasizlar, lekin ta'mina javob. İçanda ertang xudo xolasa danishtiraman, misurobkalarimiz, kanallarimiz hammasi zamonaviy nejverkadan tayyorlangan. Misol uchun gumma barakli ijjonlarni chiqarib beradigan misurobkamiz Eddini, uni ijjon chiqarib beradigan og'zida morozinlik xili buzlatib turadi. Go'sht svejiy chiqadi, zo'r chiqadi. Keyin bu yerda Eddini shashlikjan chiqaradiganimiz bor, kanalan bu chetida turibdi. Uni nejverka bilan ustarini uzatib, tayyorlab, maxsus tayyorlangan gapni qisqasi. Zo'r etib tayyorlaganmiz hamma narsasini. Bu yerning adresiga keladigan bo'lsak, bunda o'zlarimizni Chalish bozor, avvalgi qadimgi Chalish bozor, bunda Qovunchilar o'tiribdi yana. Qovunchilar Chalish bozorining yan başında. Bunda İpek yolu stro materiallarını satadigan ulu deydi bunu, stro material satadigan dükkan. Şunu yan doğrusunda berakta. Bunda Terradan kofe satadigan yer ham bor. Şunu beyanında bunda Chalish bozor. Bu yanda Dere köprüden ötüp Chalish yo'l bilan kelishinde avvalgi Ko'na Quruvdan 1 kilometrdan bu yana o'tasizlar, chap qo'lda joylashgan. Go'shtlarına cevap kelaverasizlar. Go'shtlarni zo'r etib beramiz. Go'shtni ko'rasiz, kestirasiz, xalasangiz olasiz. Xalamasangiz go'shtingiz ham qoladi, pulingiz ham ichingizda ketadi. Lekin o'kizni zo'rini so'yamiz. Ta'mina javob deyman. Bizlar nechik mollarni so'yishimizni bilasizlar. Yine zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan xolodilniklarimiz, morozinliklarimiz, tayyor nejverka ustalar, ana unda shashlikjan chiqaradiganlar, yuvib, serib tayyorlangan hamma narsa. Ajoyib zo'ri bizada. Bir like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Iring misurobga yeyishdan 24 gradusda turibdi yana. Bunda bu kamerada ko'rinami yo'qmi, buzlatib turibdi shu 24-28 gradusda. Hamma ishlarni omad yana bir marta. O'kizni zo'rini so'yamiz. Xalqqa zo'ridan zo'rini yetirib beramiz xudo xolasa. Avvalam xudo ina o'kizni zo'rlari baqqana rahmat. Malades, zo'r baqqan. O'zi kichkina, samiz, go'shi zo'r. Keyin bu misol uchun Bivoydihan yo bo'lmasa Malibu bir shunda Nivo alish kerak deb ko'p odam aytdi, David alish kerak deb ko'p odam aytdi, offroad mashinalardan foydalanish kerak deb ko'p odam aytdi. Bir yaxshi bir mashinam oldik xudo xolasa. Uni ham parkoplarini taqib tayyorladik. Uni ham bir yangilik etib chiqaramiz. Bir like'larni bosinglar. Bu avvalgi birinchi prinsipimiz bu. Ko'na 3 prinsipimiz bor bilasizlar. Tormoz ham bor. Eng ulug' prinsipimizni o'zida tormoz ham bor. O'rtanchi prinsipimiz o'rtanchi. Ulug' ham emas, kichik ham emas, o'rtanchi.
Ular bilan ham danıştırıp baramiz Xudo xolasa. Esa kelaverasizlar. Aytganimizdek 2 kilo go'sht olgan odamga 1 kilo shashlikjan bonusini bor. Shashlikjanni ta'mina javob yeb ko'rib kelaverasizlar, bahosini aytasizlar. Hech qanday bir biza hech qachon malol va satmaganmiz, zo'rini satamiz. Yaxshi vaziyat yetirib beramiz. Xalqni o'zi biladi. Shuning uchun ham Xudo shukr yeb ko'rib ta'mina kelib turibdilar. Keyin 2 kilo yulik suyak olgan odamga 1 kilo yulik suyak bonusini qo'shib beriladi. Keyin qovurga suyak ya bo'lmasa biqin suyak 2 kilo olgan odamga 1 kilo yulikli suyak qo'shib beriladi bonusini. Yana bir marta adlaringizni tushirib eslatib o'tdim. Esa kelaverasizlar, kutib qolamiz. Xudo xolasa biza xizmatda ikkinchi filialimizni ochdikina. Alloh tavakkal deb hammaning ishlarini rivojini bersin Xudoyim. Kimin ko'nglida no yaxshi niyat bo'lsa, shunga Xudoy taolo eshittiraversin. Bunda yana o'kizni boylab qo'yadiganimiz buni ichida, kafasning ichida yaxshi turadi o'kiz. Kanalizatsiya ulangan. Bunda yana yemni yeb, suv ichib, masalan yem solinadi, yemini yeb bo'lgandan keyin suv o'zina solinadi. Yana belari senishdan uzatilgan, issi o'tmaydi. Ajoyib. O'kizlarning shu yerda qo'yib qo'yamiz yana. Go'shagan odamlar bir xatar ko'rib, baho berib ketaveradi. Ertangsina so'yladonni. Yana oqshomon boylab qo'ydik o'kizni, uni so'ydik. Bugun ham boylab qo'ydik 2 o'kizni. Bir o'kiz qora angus o'kizni bera boylab qo'ydik. Uni ham ertang azonda so'yiladi. 3 o'kiz so'yamiz ertang Xudo xolasa 2 do'konimizda. O'kizlar hammasi zo'r. Birini so'ysak ham, ikkini so'ysak ham, uchni so'ysak ham o'kizlarni zo'rlarini so'yamiz. Har kun go'shtlari bilan danıştırib qo'ytirman. Bir like'larni bosib aytinglar. Shunday samiz zo'r mollar bo'lsa aytsangiz, naq pula so'yib olish hozir 118 ming, 120 mingdan 125 ming so'macharlar bo'ldi. So'yib olish. Живой весini o'lchab olish 68 ming so'mdan 75 ming so'macharlar bo'ldi. Живой весini o'lchab olish naq pula. Terazidan o'tadi, shitir, puli naq. Aytaverasizlar. Bemalol telefon uraverasizlar. Telefon ursangiz, o'kiz zo'r mol bo'lsa boramiz. Insho o'kizini misol uchun 280 kg kelsa, bu 270 kg kelsa, o'zi kichkina, lekin sifatlina. O'kizni zo'rlarini so'yamiz, xalq biladi uni. Hammaning ishlarini omad yana bir marta.